القرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, biz Allah Subhanahu ve Taala'nın dünyada mı, ahirette mi, bəxt saatiga erişimiz, dünyada ahiretlik bəxt saatga erişimiz üçün Allah bizge beradigan nusrat ve galbinin sebeplerini özümüzde hazırlayımız deydigan bolsak, nusrat ve galbinin sebeplerini Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge bayan kılgan. Bizge Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgan nusrat ve galbinin sebeplerini Anfal suresininki 5-deki ayetlerde biz bayan kılıp, birincisi Allah Subhanahu ve Taala'dan hakiki korkuş ve şundakla Allah Subhanahu ve Taala'nın dünyalık ve ahiretlik azabından saklanış, yani dünyalık azabından saklanışını özümüzge lazım tutulgan bolsak, Allah Taala yol koygan sebep kaniyetleri boyunca her kandak bir özümüzün imanını, özümüzün ilmi iktidarını, özümüzün ve milletimizin fen terakkatını yükseldirdiğin her kandak bir fenni bilimler bilen özümüzünü korallandırış ve güçlendiriş ve ilim bilim bilen özümüzün güçlendiriş ve şundakla hazırki zamandaki güçlüklerden galip kiradigan güç kuvvetke ega buluş ve halkımız, milletimizni saqlash taqvalık ekanligini ve şundakla öz ara birisi-birimizga ittifaq bulup, güzel muamelede bulup aramızını ıslah qilishning g'albi nusratning yo'li ekanligini ve g'albi nusratning eng muhim omillaridan birisi biz Allah Subhanahu ve Taalaga yuragimizning tigida samimiy Allohdan qo'rqqan sap iymonni ve imandan maydonga kelgan Allah'a bo'lgan haqiqiy samimiy itoatni barpo qilishning lozim ekanligini ve shundaqla biz Allah'ın sözü bo'lgan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'nin hükümleri ve ayetleri arkalı bizning ilmi iqtidarimizni, imani iqtidarimizni aşırışımızı ve Kur'an-ı Kerim bizi ko'rsatgan ilgirki hayatımızdaki tarihi vaqalıklarımızdan ve peygamberlerin tarihi vaqalıklarından ibret edip özümüzni haqiqiy sağlam bo'lgan bir iman ve sağlam bo'lgan bir tarixten kelib chiqqan sağlam tarixiy bo'lgan bir kuch quvvat ve irade bilen özümüzni tarbiyalashning lozim ekanligini shundaqla biz mush tarixten ibret edip bizning Uygur musulmonlarimizning Sharq Turkiston ziminida g'albi nusratga erishamaganlik yoki erishgan g'albini qulluq tutanmaganlikning sabablari tarixten ibret olmagan Xitoy tajovuz kommunistlarning uzundan tarif bizi qilgan qıltaqları, yaman suiqastlari, yilgarliklarga, tashviqotdagi aldamchiliklarga biz sal qaraganligimiz ve shundaqla ularga doim aldinishda siyosiy jihatda uttirayotganligimiz tufaylidan biz tarixdan ibrat olmaganligimizdan mag'lub bo'lgan taraflarimiz ve shundaqla bizning g'albi nusratga erishishimizning eng muhim omillaridan birisi bo'lgan amaliyat Qur'onni o'zimizning hayotiga tatbiqlaydigan, Qur'onning nur hidoyatiga erishadiganlardan bo'lishimiz ve Kur'an'da bayan kılınan barlık ilim, barlık pen, barlık Kur'an'da bayan kılınan biz igelleştirişlik her kandak bilim malumatlardan biz özümüzni ve milletimizni kurallandırışın lazım ekanligi ve şundaqla biz Allah Subhanahu ve Taala'ga sadık iman keltirgen ekanmiz, Allah'a tevekkül qilishimizning lazım ekanligi ve Allah bilan özümüzning arasındaki bo'lgan eng yaqin munosabat namazını turg'izishimizning lozim ekanligi ve Allah bizga bergan iqtisodni Allah Subhanahu ve Taala yo'lida chiqim qilishimizning lozim ekanligi shundaqla Allah ve mimma razaqnahum yunfiqun deb, yani Allah bergan har qanday ilmiy qobiliyat, har qanday siyosiy qobiliyat, har qanday ma'naviy ve maddi barliq ne'matlarni Allah yo'lida xalqimiz millatimizni qutqizish yo'lida
va ozodligimiz va dushmanimiz ustidan g'alaba qozonish yo'lida ishlatishning lozim ekanligini biz yuqorqi oyatlarda bayon qildik. Mana shundoq sodiq mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim va mag'firatun va rizqun karim deb sura Anfalning 4-oyatida ana shundoq mu'minlar haqiqiy rostchil mu'minlar, ya'ni g'alaba nusratning sabablarini o'zi tayyorlagan mu'minlar, rostchil mu'minlar. Ular uchun Parvardigorining dargohida gunohlarining kechirim qilinishi va ulug' bo'lgan rizq, yana shundaqla yuqori darajalar bor deb Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining bu dunyodami, oxiratdami katta ne'matiga erishadiganligini Alloh subhanahu va taolo bizni katta ne'mat bilan kutib oldiganligini mush oyat orqali bizga alohida uqtirdi. Demak, mu'minning yanada baxt saodati oxiratda Allohning jannatiga, rahmatiga erishish uchun bu dunyodagi har qanday bir xizmatida nom shuhrat, yuz obro'y, o'rindoq, mansab yoki foyda manfaat o'ylashmasdan faqat Alloh subhanahu va taoloning rizoligini o'ylab, dini, millati, xalqi va o'zining kelgusi istiqbolida Alloh rozi bo'lgudek xizmat qildiganligini, mushunda xizmat qilsa g'alaba nusratga erishadiganligini bayon qilib o'tdik. Qarindoshlarimiz, amdilikda darsimizning g'alaba nusratninki sabablarininki birsi nima desa, jangovarlik ruh. Bu jangovarlik ruhi, jihad ruhi, harbiy qurbonlik berish, harbiy kuch-quvvat ruhi, harbiy jihatda kuchinish ruhi, buning hammasi Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining so'zi Qur'oni Karim orqali o'rgatgan ruh bu. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinada Allohning iltifoti bilan Madinadan iborat bo'lgan bir zaminda islomiy davlatni barpo qildi. Mushu davlat barpo bo'lib uzun qolmay bu voqelik yuz berdi. Allah Qur'oni Karimdagi astag'firullah kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqqi. Shuningdekki chiqardi seni, sening Parvardigoring sening uyingdan haq bilan chiqardi deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bir turgan mu'minlarni Makkaga Allah subhanahu va taolo Makka kofirlarga bir mag'lubiyatni keltirish uchun, ularning shavkati, ularning kuchini sundirish uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qo'shini bo'lgan mu'minlar qo'shinini uydan chiqarganligini bayon qildi. Makka aholisi azaldan tortib tijoratchi aholi bo'lg'achqa Makkaga Shamdan ilib kelayotgan Abu Sufyan boshchiligidagi bo'lgan karvonning qo'shinining karvon bilini Muhammad alayhisalomningki sahoba qo'shinlari qo'lga keltirish uchun chiqqandan keyin Alloh subhanahu va taolo mushu chiqish orqali mu'min qo'shini va Muhammad alayhisalom bilan turgan musulmonlar qo'shinini shavkatlik, ya'ni kuchi va zo'r Makkaninki kofir qo'shinlari bilan ushlashtirish orqali haqni haq qilish, Madinadan iborat bo'lgan davlatni e'tirof qildirish, haqni ustun qilishni Alloh taolo maqsad qilgan qarindoshlarimiz. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam mushu buyruq bilan uydan chiqqan. Bu yerda muhim masaladan birisi nima desa, muhim masalasi davlat masalasi. Bir zamin, bir jamiyat, bir yurtning hokimiyat, davlatga ega bo'lish masalasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinadan iborat bo'lgan zaminda musulmonlarni va Madinadagi xalq aholilarni, uning ichida hatto yahudlarni bor bo'lib bir davlat bo'lish asosida bo'lgan mush xalqni qo'g'dash, mush xalqning iqtisodiy turmush va xotirjamlikini qo'lga keltirish va mush xalqqa tajovuz qiladigan qo'shindan mush xalqni saqlab qilishni asosiy maqsad qilgan. Qarindoshlarimiz, bu yerdagi muhim masala dunyoda jamiyat, bir davlat, bir yurt, bir zamin, bir millat bo'ladi ekan, uning yashab maydonda xalqaroda o'rin tutish uchun cho'qim u kofir bo'lsin,
Müslüman bolsun, onun birincisi çokum bir devleti, bir hakimiyeti, cemiyeti buluş gerek. İkincisi bu cemiyetini iqtisad, maddi menfaat, turmuş ve bilim ve her türlük maarif sapa bilan qurollandirishi ve shundaqla shu davlatni qo'daydigan ularning kuch quvvati, harbiy kuchi va xalqida harbiy kuchni qo'daydigan va davlatini qo'daydigan harbiy kuch bilan birga turadigan qurbonlik berish, jangovarlik ruhi bo'lish kerak. Qaysi bir millat, qaysi bir xalq davlat va ashundaq hurlik, erkinlik ruhi bilan yashasa, mayli musulmon bo'lsin, mayli kafir bo'lsin, bu dunyodagi o'zining davlatini qo'dab qila oladi. Qarindoshlarimiz, shuning uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo Madinadan iborat bo'lgan davlatni qo'g'da tutish uchun Madinadagi mu'min musulmonlar bilan sirtiga chiqadi. Biz Uyg'ur musulmonlarga qarasak, Alloh subhanahu va taoloning iltifoti bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan Sultan Istiqboraxon din tatib Qarxonlar davlati va keyingi Sabit Damullah hojim qurgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va 49-yilgacha davomlashgan Sharq Turkiston Jumhuriyatidan iborat bo'lgan bizning burunqi yetakchilarimiz, rahbarlarimizda ko'p sonliqida bir davlat hukumi, o'ziga xos milliy bir harbiy kuch, milliy bo'lgan bir armiya va jihodiy ruh va jihodiy bo'lgan kuch va o'zi va davlati va millatini qo'daydigan siyosiy va iqtisodiy taraqqiyot kuchi shunda barpo qilish ularning asosi bo'lgan. Shunga ularda o'zi xos davlat ko'z qarashi, o'zi xos bir zamin ko'z qarashi, o'zi xos bayroq ko'z qarashi, o'zi xos bir xalqlarningki milliy ve kımmeti ve dini ve ularning hayatını qo'g'dash bir qimmat ruhi bo'lg'achqa ular o'zining davlatini qurib chiqa olgan qardoshlarimiz. 1949-dan keyin biz Uyg'ur musulmonlari bizning ruhimizda, bizning aqlimizda, bizning hayotimizda davlat hukumini Sharq Turkistonlik musulmonlar xos azod bo'lgan, erkin bo'lgan davlat hukumi yoki qulluq, hurliqdan qutulish, erkin yashaydigan ruh ve hürlük hükümü, azatlık hükümü ve şundakla öz aldığımızga xalqarada bizmi başkalar bizge emas, bizmi başkalarga özümüzde ba alayetlerini bil has qıtıp erkin dünyaga özümüzdinki alayetlikini, özümüzdinki dinini, özümüzdinki kımmetini, özümüzdinki fikrini dünyaga bizmi ta'sir ko'rsatadigan erkin bir millat bo'lib yashash, erkin bo'lgan bir musulmon jamoati davlat bo'lib yashash bizning ko'p sonliq musulmonlarimiz qalbida, ruhida, fikrida tiklanmagan bo'lg'achqa biz hozir qadar Sharq Turkiston zemininki hurliqdan qutulishiga, Sharq Turkiston zemininki zulmdan qutulishiga, Sharq Turkiston zeminidagi zulmninki oyoqlashiga sukut qilib turadigan jonliq faoliyatda bularga yordam va jonliq faoliyatda biz has qatmaydigan mushundaq bir holatimizga, mushundaq bir tushkun holatimizga kelib qoldik qardoshimiz. Shuning uchun yer sharida inson bo'ladi ekan, u davlat, jamiyat, hayot bir maydonda yashayman deydi ekan, chuqur bunga ikki qoida ketadi. Birinchisi bu davlatningki shu davlatning zimini, bayrog'i, qonun intizomi, sharafli qimmatlarini qo'daydigan shu millatning mas'uliyati va shu millat ishidagi bo'lgan ilmliklar, siyosiylar, iqtisodshunoslar, maarif va barliq shu millatningki a'zolarining mas'uliyati. Ikkinchi birisi mushu davlatning shu davlatni qo'daydigan davlat deb bo'lguncha, o'z oldiga mustaqillik deb bo'lguncha, cho'qim mustaqil bo'lishdan burun, mustaqil bo'lgan va mustaqil bo'lgandan keyinmi biz butun xalqaroga ham qaramassak, birinchi bizning yo'lboshchimiz Rasululloh alayhisolamdan tatib, cho'qim bu davlatga harbiy kuch kerak. Bu davlatningki fan texnikada kuchlanish kerak. Bu davlatningki cho'qim o'zi xos armiyasi, o'zi xos bu davlatning xalqlariningki o'zining dini, davlati, qimmati, o'zininki kuchini qo'daydigan harbiy kuchi va harbiy kuchini maydonga keltiradigan jangovarlik ruhi bo'lish kerak qardoshlarimiz.
Shuning uchun bu dunyoda qo'ygan qonuniyat Alloh subhanahu va taolo shu Qur'oni Karimda la tabdila li sunnatilloh, Allohning sunnatini almashtirish yo'q degan. Dunyoda qandaq bir millat kuchli bo'lsa, bir bo'lsa, harbiy kuch-quvvati zo'r bo'lsa, ular boshqalar ustidan g'alaba qozonadi. Qanda bir millat, mayli musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, o'zi kuchli bo'lmasa, ilmiy iqtidori kuchli bo'lmasa, fanniy kuch-quvvati kuchli bo'lmasa, birligi kuchli bo'lmasa, o'ziga Alloh tushirgan din va ilohiy islom iborat bo'lgan mush haqqa shunda aslida unimisa yo'lboshchilari, ustozlari, ulamolarning atrofiga, siyosiylarning atrofiga uyushqilib unimisa, hammasi o'z oldiga birarmanlik qilib bo'linish paydo qilsa va shundaqla harbiy kuch va ruhiy jangovarlik barpo qilmasa va o'zi xos bir armiya, jihodiy harbiy kuchi barpo qilmasa, bundaq kishilar dunyoda o'zi taqvodor musulmon bo'lib, masjidda va uylarda o'tirib shaxsiy ibodatlarini joyida qilgan bilan ma'lum vaqt kelgan vaqtida xuddi kamula vaqtida bir qitim dindan ayrilgandek, hozir yana bir qitim meni yuvish harakati qilib turib jazolash lagerlariga solib bizning dindan ayrilgandek, yana qayta burun necha yil barpo qilib tirishgan din bir kunisi hammasi dindan ayrilib ketadigan yoki u millatmi yasharida Andalus dindan, millati, yurti, vatanidan ayrilgandek ayrilib ketadigan ana shunda xavflarga duchor bo'ldik qardoshlarimiz. Shunga dinimizning diniy e'tiqodiy tarafini va siyosiy tarafini va davlat xarakterlik tarafini o'zimiz xos harbiy kuch-quvvat tarafini va shundaqla o'zimiz xos bir bayrog'imiz, davlatimiz, bir zaminimiz barligini biz qat'iy bilishimiz va buning uchun jangovar bir ruhda Alloh rizolik uchun biz o'zimizni va o'zimizningki o'zimiz xos bo'lgan milliy harbiy diniy bo'lgan shaxsiy o'zimizning islomiy bo'lgan harbiy kuchini barpo qilishga tirishchanlik qilsak, cho'qim bizga Alloh subhanahu va taolo yordam qiladi. Qarindoshlarimiz, biz mustaqillikqa erishimiz deydiganmiz, mustaqillikqa erishishdan burunmi bizga harbiy kuch lozim, mustaqillikqa erishib bo'lgandimi harbiy kuch lozim, kelgusi hayotimizning davomlashishiga cho'qim harbiy kuch lozim. Chunki bizning qarshimizdagi Xitoy tajovuzchi kommunistlar xalqarodagi ikkinchi harbiy kuchga ega bo'lgan bir davlat. Ularning bizni qarshi g'alaba qozonishda ularning iymonlik bo'lganligidan emas, ularning bak taqvolab ketganligidan emas, Xitoy kommunistlar taqvo bo'lganligidan ham bizga bakbiyaligi, kech kunduz ular Allohga ibodat qilib ketganlikdan bizga ustun bo'lgan emas. Ularning moddiy kuchi bilan, harbiy kuchi bilan, sanjat kuchining zo'rligi bilan bizni basirati qilishimiz. Shunga Alloh qo'ygan qonuniyat bo'yicha aiddu lahum masatatum min quwwa. Bizmo birlik, iqtisod va harbiy kuch, siyosiy kuch jihatda taraqqiy qilishga, dushmanimizni tonishimizga tegishli qilishimiz. Endi harbiy kuch tarafda ikki masala bor. Birinchi qilib musulmonlar o'zining ichki jihatdagi qurilmasi, tashqi ichki jihat qurilmasiligimiz ichki jihatdagi o'zining ichki ahvoli, ikkinchisi o'zining atrofidagi musulmon qirlashlari va atrofdagi qo'shni davlatlarning xalqaroninki ahvoli qarash bilan shular bilan masalda bularning qilayotgan kurashi haq kurash ekanligini, bularning qilayotgan jihodining haq jihod ekanligini, bularning qilayotgan xizmati harakatining shu millatning o'zi va dini va xalqiga foydali bo'lgan, xalqaroga foydali akilgan bir haq kurash ekanligini biladigan holatda harbiy kuch maydonga keltirishimiz lozim. Ham shundaqla biz cho'qim mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga aytgandek, sening parvardigoring sening uyingdan chiqardi, haq bilan chiqardi va cho'qim bir guruhi mu'minlarning albatta iymon ko'rgushidir. Bu chiqishni mu'minlarning bir guruhi iymon ko'rgushidir degan mush oyatda shuningdek dedi. Yani Anfal surasining boshida o'lji g'animat masalasida sahobalar ixtilof qilishgan. Ondan keyin oyat tushgan vaqtida Alloh uning payg'ambari uni bilib turganga taqsimotga rozi bo'lib, shu oyatga ular bo'ysungan. Shuningdek, mushadimi boshda bular urush qilishni o'ch ko'rgan emas. Ammo urushda g'alaba qozonamizmi, mag'lub bo'lib ketamizmi deb, ya'ni mush urushning foyda kelami aka emasmi deganlikda sahobalar ikkilinib qolgan. Demak, mush ikkilinishda bizga nimani o'qitirdi desa, cho'qim musulmonlar askari qo'shini ular birinchi qilib ruhiy, iymoniy, aqidiy tarafida, ya'ni askariyat tarbiya, askari g'albusatning sababini birisi ma'naviy, ruhiy, ilmiy jihatdagi askariy tarbiyaga ahamiyat berishimiz. Ikkinchisi askari tanzimiya, ularda intizom, rahbarlik,
ustozlari, ulamoları, siyosiylar, qo'mondonlarga bo'ysunadigan tanzimiy qoida bo'lishi. Uchinchisi, ularda o'zining badan, jismoniy layoqatlik taraflari bo'lishi. To'rtinchisi, ular o'zininki turayotgan, ya'ni strategiya, ya'ni o'zininki qilmoqchi bo'lgan ahvolda strategik planlarni bilishi. Beshinchisi, bular ya'ni al-maydani, ya'ni al-askari maydani, maydon ahvoli o'zininki cho'qim qilmoqchi bo'lgan askariy kuchini qaysi o'rinda qurib chiqamiz, askariy kuchni xalqaro qo'llamdi, xalqaroning qaysi bizga hamkorlashadi va shundaqla bu askariy kuch masalasida cho'qim davlat bo'ldi ekan, davlat bo'lgandan keyinmi, davlat bo'lishdan burunmi, davlat bo'lgan sharoitdami o'zining askariy kuchininki maydonini, o'zining dini, millati, xalqi va o'zininki o'zi xos davlatiniki erkinlik, mustaqillikka foyda yetkazadigan asosdagi bo'lgan xalqaro o'lchamlarga uyg'un va jamiyat va xalqaroda ular o'zidan boshqa dunyo ahliga ziyon soladigan bir fikrni maydonga keltirmagan asosdagi maydon hozirlashi, ya'ni maydoniy tarafdagi bo'lgan ahvolni hozirlashi va shundaqla o'zining fanni, harbiy va hozirgi zamondagi, ya'ni askariyatul quvvatil fanniya, ya'ni hozir zamondagi turli fanni har zaman harbiy kuchini taniydigan, tushunadigan bo'lishi va shundaqla mush kuch quvvat bilan ondan davlatini, jamiyatini qurib chiqish kerak. Ammo bir davlatga xos bir harbiy kuchda burilgan muhim ishning birinchisi o cho'qim shu musulmonlar Allah xas bo'lgan, ya'ni Sharq Turkiston zaminda, Sharq Turkiston musulmonlar xas bir jamiyatni, bir davlatni, bir o'zimizning ko'k bayrog'ini ashada barpo qilaman, shu xalqimizni cho'qim qutqizaman deydigan bir ang bo'lsa, mush xalqning dunyo oxiratlik manfaatiga foydali bo'lgan siyosatni tutadigan ang bo'lishi va ikkinchisi mushunda siyosatni yurgizadigan siyosiy rahbarlar, ulamolar, yetakchilar, harbiy qo'mondonlar va mushlar Qur'on, hadis ahli bo'lgan ustoz ulamolarga bo'ysungan bir rahbarlikning bo'lishidan birga ondan mushu tuzgan fikri musulmon ummatga foydali ziyonli ekanligini va qilgan harakati va chiqqan maydondagi ishlari Qur'onga uyg'un va musulmonlarning manfaatiga uyg'un ekanligini aniq holatda qabul qiladigan bir harbiy kuch bo'lishi kerak. Ammo shunda bo'lganida Rasululloh alayhisolom va sahobalarininki harbiy kuchga o'xshash Allohning yordamiga erishishi muqarrar. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala bu ayetin ahirida nima deydi desa, Estağfirullah. Ve iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatayn annaha lakum ve tawadduna an ghayra zati şevkati takun lakum ve yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi ve yaqta'a dabiral kafirin. Ula sizga ey Muhammed Aleyhisselam haq barista jallishidi. Haq ularga oshkor bo'lgandan keyin xuddi ular o'limga haydilgandek ular qarab turib o'limga haydalgandek bu haq barista, ya'ni Madina davlatini qo'g'dab qilish barista Makka kofirlar bilan qilingan urushda ular o'limga haydalgandek shunda majburiy chiqqandek chiqyotdi. O'zaqida Alloh subhanahu va taolo sizlarga ikki ruhning birini, ya'ni karvonning milini o'lja g'animat qilishni yoki shavkatli qo'shinga, ya'ni kuchli qo'shin bo'lgan Makka kofirlarga urushib, jangda g'alaba qozonib, haqning haq bo'lishini va'da qilgan. Haqiqatan şu ikki guruhning birisi sizlar uchun bo'lganligini Alloh va'da qilgan va tavaddunan g'ayri zati shavka. Sizlar shavkatsiz qo'shinni Alloh ikki guruh, ikki g'albaning birisi ya hissat qilishish yoki haqning haq bo'lishi, Makka kofirlar ustidan g'alaba qozonishi, ya'ni turk ya'ni Madina davlatining davlat bo'lib e'tirof qilinishini iborat bo'lgan mushu ikki ishdan birini Alloh va'da qilgan, ammo musulmonlar shavkatsiz bo'lgan qo'shin, ya'ni mal hissatga ega bo'lib tadrijiy kofirlar bilan urushamiz deb mushunda bo'lishni yaxshi ko'rgan. Alloh subhanahu va taolo iroda qildi haqni o'z ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi va yaqta'a dabiral kafirin. Alloh subhanahu va taolo haqni o'zining yordami, qudrati, o'zininki bitib qo'ygan haq qalbi qazildi degan haqning qalbi qazilishini bitgan azaldan tortib yardım bilan haqning haq bo'lishini Alloh iroda qildi va kofirlarni tip yulduzdan, kofirlarning shavkati, huquqi, hukmronligini tip yulduzdan halok qilishni Alloh halok qildi. Allah subhanahu va taolo lihuqqal haqqa, haqni haq qilish uchun, botilni botil qilish uchun agar gunohkorlar lihuqqal haqqa va yubtal batila walau karihal mujrimun. Allah subhanahu va taolo haqni haq, botilni botil qildi. Gunohkorlar yomon ko'rishmoq dedi.
Demak, bu oyatning oxirida shuni bildirdiki, Makka aholisidan iborat bo'lgan zolim kofirlarni mujrim dedi. Xuddi Xitoy kommunistlar bizning Sharqiy Turkiston zaminida tajovuzchilik, bizning dinimiz, erkinligimiz, huquqimiz, davlatimiz, zaminimiz yo'qtish, halok qilishga tirishgandek, ayni vaqtdagi Makka aholisi Muhammad alayhisolamningki, Muhammad alayhisolam bilan turgan musulmonlar jamoatining dini erkinligi, insoniy erkinligi, ularning shu o'z yurtida turish erkinligidan iborat bo'lgan hamma erkinligini bo'g'ib, ularni yurtidan chiqishga, yurtidan chiqib ketishga istagan yoki ularni o'ldirish so'rashga istagan, shuningdek Xitoy tajovuzchi kommunistlarmi bizni o'ldirishga, yurtimizdan chiqib ketishga va bizning xalqimizni hozir qadar dunyoda misl ko'rilmagan halok qilishga tirishgan mushundaq gunohkor bo'lg'achqa, shunda gunohkor bo'lgan mana mushundaq kofirlarga Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolam bilan Muhammad alayhisolam qo'shunini bularga qarshi jangga chiqishga Alloh buyurgan. Endi bizningki bu yerdagi muhim bo'lgan o'qishtirimizdan birisi ko'pincha musulmon qarindoshlarimiz mo'min musulmonlar bilan Xitoylar o'ttirisida, Sharq Turkistonlik Uyg'urlar bilan Xitoylar o'ttirisida bu hozir bo'layotgan xabliqlar bo'lmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb qilishimiz mumkin. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Va asa an takrahu shay'an." Umidki sizlar bir narsani yaxshi ko'rsizlar, u sizlar uchun yaxshi. Umidki sizlar bir ishni yaxshi ko'rsizlar, u sizlar uchun yomon. Alloh subhanahu va taolo biladi, sir bilmaysizlar dedi. Demak, Sura Baqaraning 215-oyati shunday degan. Demak, qarindoshlarimiz Xitoy tajovuz kommunistlar bizni astu xarakterli holatda 30 yil, 40 yilda birimizni qo'ymay yo'qtilgan ahvol bo'lgan bo'lsa, bu nima degan ichinishqa? Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Xitoy tajovuz kommunistlar va Xitoy tajovuzlarining yomon suiqasd planini Alloh bizga oshkor qilgan bo'lishi mumkin. Bu Sharq Turkiston zaminidagi hozirgi Xitoyning biz qarta orliqimizni bo'layotgan urush, orliqimizni bo'layotgan bu bosqinchiligi ko'rinishda bizni qarta nayt ig'ir bo'lgan talafat bo'lsa-mu, amaliyotda shunda bo'ladi. Mohiyatda agar biz o'zimizning o'shini to'ysak, biz g'alaba nusrat yo'llarini o'zimizda hozirlashga tirishsak, bu bizning Xitoy kommunistlarining qo'lidan qayta qutulishimizga va bizningki Sharq Turkiston zaminini ozod qilishimizga cho'qim bir vosita bo'lishi g'olib. Chunki Xitoy tajovuz kommunistlarininki mush qilgan asirliklar dunyoda biz uni hozirgi jamiyatda darhol bunda asirlik qildi deb dunyo xalqaroda biz xalqaroga yanmagan asirlikları yayılmakta, hem Allah subhanahu ve taolaning yordam qudratlarının nima yo'llari ham bizga Xitoy kommunistlarining o'zining o'zi qarshi turishi bilan ko'rinmoqda. Shunga buningda faqat biz Uyg'ur musulmonlarimizningki haq tarafda turish va haqni qo'llash va haq uchun hammamiz sodiq bo'lishga tirishchilik qilish mas'uliyatimizningki bek yuksak ekanligini alohida bildirdi. Chunki kofirlar faqat mayli Xitoyga qarshi bo'lgan kofirlar bo'lsin, dunyodagi birlam erkinligini deb mangdi. Bizcha dunyodami erkin bo'lishni, oxiratdami Allohning azobiga qamay Xitoy tajovuzidek gunohkorlar tarafida turib, qilib ularning zulm tajovuziga sukutda turib qilib, qo'limizdan keladigan har turli siyosiy, ijtimoiy va o'zimizningki har qanday bir hozir xalqaroda bizningki erkinligimiz, bizning Sharq Turkiston zaminining ozodligini talab qiladigan barliq faoliyatlarda mayli namoyish bo'lsin, mayli imzo to'plash bo'lsin, mayli har qanday tashviqotlar bo'lsin, mayli harbiy va siyosiy kuch-quvvat to'plash bo'lsin, mayli yig'ilish va to'plash faoliyatlari bo'lsin, hammamiz o'zimizning kuchini birlashtirishda bizningki kuchimizni sarf qilishni iborat bo'lgan mush mas'uliyatni ado qilishlam bizdan talab qilindi qardoshlarimiz. Mushuni biz joyida o'rinlasak, cho'qim biz bir maqsad bilan o'ylaydigan kishilardan bak Allohning yordam qilishimiz ham alohida ish shuki, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Chunki biz dunyolik sababni joyida qilamiz va qildik, oxiratlik Allohning rizoligiga ham erishimiz. Endi Allah subhanahu wa taala deydi: "Wa law yasha'ullohu lan tasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Sura Muhammadning 4-oyatida Alloh xolisa, Alloh ulardan sizlar ustunlarga Allah subhanahu wa taala xosidi lan tasara minhum. Ularga sizlarni ulardan g'olib qilyapti. Bir andalam g'olib qilyapti. Va lekin Alloh ba'zinglarni sinash uchun shundaq aranglardagi kurash, aranglardagi jihad, aranglardagi mushu urush qildi, mush siqilishi qildi. Bunun tipik misali qarasak, Falastin musulmonlariga Isroiliya uzundan beri tajovuz qiladi, hujum qiladi. Lekin Falastin musulmonlari o'zining Falastin davlatini qurish uchun
doim boshqa dunyodagi har qanday bir kishilarning, har qanday bir musulmonlarning ahvoliga aralashib olmay, avvalan Falastin davlatininki mustaqillik uchun, Falastin davlatida o'zining erkinligini qurib chiqish uchun Falastin davlatidagi musulmon qarindoshlarimiz barliq kuch bilan erlari, onalari, qizlari, kichiklari, cho'nglari tirishotli qarindoshlarimiz. Bizning ahvolimiz mana bu Falastin musulmonlarga nihoyat qattiq tushdi. Bizning ahvolimiz qarindoshlarimiz Arab dunyosidagi bizningki nurg'unlagan ustozlarimiz, ulamolarimiz, siyosatchilarimiz ulardan o'rnak olib o'qiyotgan kitoblarini, siyosatidan foydalanayotgan davlat ulamolarninki, ustozlari, siyosatchilarninki bitib bergan prinsiplarga bizning yurtimizning ahvoli umuman tushmaydi qarindoshlarimiz. Chunki Arab davlatlari ko'pincha o'z oldiga mustaqil. Ulda insoniy erkinligi bor. Ba'zi tarafdan siyosiy jihatdan bostirishlarga uchragan bo'lsa-mu, hech bo'lmasa ular o'zini erkin bir davlat, o'zining erkin bir bayrog'i, o'zining erkin bo'lgan bir jamiyatni barpo qila oladi. Xuddi qarindoshlarimiz bir ulug'i chiqib olgan zolim boshliqlar Yahutoyga o'xshaydi. Yoki bog'lab qo'ysa, ya bir ahvoldan bir namoyish, ya bir ahvol yoki ba'zi bir ishlar bilan ular yo'qotiladigan. Lekin bizga qarshi maydonga chiqib olgan Xitoy tajovuz kommunistlari bular vahshiy, eng ashaddiy pasish, hamma narsani hattoki odam qo'shilmaydigan ilk bular. Qarindoshlarimiz Xitoy kommunist raisi Xi Jinping, uning qo'shini va har qanday Xitoy tajovuz kommunistlar, har qanday Xitoy tajovuzining hammasi bular faşist bular. Bular ashaddiy bo'lgan zo'ravon bular. Shunga bularningki zo'ravonligi kuchidan qutulishda biz Arab davlatlaridagi faqat hamma ishda tinchlik bilan o'zimizni, davlatimizni, xalqimizni avaylash bilan tadrijolatda mush xalqimiz ustidagi bo'lgan, beshimizdagi o'zimizdan chiqqan rahbar ustiga ham chiqib olsak bo'ladi degan ko'z qarashda yozilgan materiallarning hammasini o'qib, biz uni akilib Uyg'ur musulmonlarga bevosita tushadigan, tushmaydigan hamma yerlarni tinib olsak bo'lmaydi. Qarashimiz. Bu nihoyat ig'ir nadonlik. Biz ustimizda Tümür tapınını keç gündüz çaylavatkan Xitoy tajovuz kommunistlarininki biz qilayotgan zarbalarga qarash orqali biz Ali İzzet Bego'shdak yana mushu Falastin musulmonlariga deki rahbarlikdek biz o'zimizningki Sharq Turkiston zaminini, Sharq Turkiston xalqini, Sharq Turkistonning bayrog'ini, Sharq Turkistonninki tuprog'ini, Sharq Turkistonning havosini, Sharq Turkistonning butkul bo'shlig'ini qo'g'dab qoladigan o'zimizning avval Alloh bizga topshirgan mas'uliyatini qo'dashirda har qanday xalqarodagi mas'uliyatlarimizni avvalan uni o'zimizga Alloh buyurgan mas'uliyatni birinchi o'rinda qo'yish bilan o'zimizning mas'uliyatiga qarab shu Falastin musulmonlari qilgan xizmatdan birinchi qilib Rasululloh Rasulullohning sahobalari ayni vaqtda uydan o'zi va Madinani qo'dash uchun o'zining Madinadagi musulmon jamoatini qo'dash uchun chiqqan mush ahamiyatini ul qilib biz cho'qim Sharq Turkiston ziminini qo'dashga ahamiyat berishimiz, har bir musulmon qarindoshlarimiz Sharq Turkiston ziminini qo'daydigan tarafda siyosiy va jihodiy va milliy armiya, Sharq Turkiston xos islomiy milliy armiya, ayni vaqtda Sabit Damulajim qurgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga bo'lgan, o'zi xos bo'lgan davlat va zimin va girib va o'zimiz xos bo'lgan bayroq, o'zimiz xos bo'lgan shu vaqtdagi davlat intizomi, qonun siyosatlari Qur'onga uyg'un bo'lgan mush taraflarni biz asos qilib biz hem muş asas bizning qo'limizda elhamdülillah şu ustozlarimizning bizni qoldirib ketgan, şu siyosatlarimizni qoldirib ketgan, şu bizga yaxshi bo'lgan ta'sirotlar, yaxshi bo'lgan mush asarlarga u ustozlarga hech kunduz hammasini Alloh taolodan rahmat tilaymiz, Allohga hammasini aytamiz. Demak, mana mushu Rasululloh alayhisalom tatib bizni kelgan Qur'on ruhi va mushu erkinlik ruhi va mushu bizningki davlat o'ngimizni kuchlantirib, endi biz bir davlat bo'lish inga, endi biz bir harbiy kuch bo'lish inga, endi biz bir milliy o'zaro diniy bo'lgan bir toplam harbiy va siyosiy va ijtimoiy kuch bo'lish yo'liga va o'zimizning zimini davlatini o'z oldiga mustaqil qilish yoki zulmdan qutuldirishda mustaqil bo'lgan bir ong, bir ruhga va oxiratda mustaqil bo'lish yo'liga kirishdan iborat bo'lgan ongga ham biz har birimiz kirishimiz va buningga ruhiy va moddiy tarafdan jonliq qurbon berish yo'lida bo'lishimiz kerak. Ana shunda bo'lganida anda Alloh subhanahu va taolaning dunyo oxirat baxtiga erishamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo mana shu yuqorqi darslardan yaxshi ibrat olib biz o'zimizda va hayotimiz va kelgusimizda Muhammad alayhisalom va sahobalardek hozirdan tortib uyimizdan mana shu oyatda kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq, sening parvardigoring uyingdan haq bilan chiqargandek degandek har birimiz
biz bir haq bilan mangduq. Ya'ni Sharq Turkistonninki xalqininki Allohga ishonganligi, islom dinida turganligi bir haq. Sharq Turkiston zaminini Xitoy tajovuz komissiyasining besib olganligi bir haq. Sharq Turkiston zaminida dinimizning, izzatimizningki, shon sharafimizningki, xalqimizningki jazolash lagerlarida hatto badallarininki pochilinib setilishi, inson hayotida xiyolga kechirgili olmaydigan dunyo miqyosida ko'rib boqmagan shunday zulmning bo'layotganligi, bir 30 million xalqninki yer shayibisini yo'qolishga yuzinayotganligi, buningga shu xalqdan chiqqan bizdek musulmon qarindoshlarimiz buningga jonliq faoliyatda o'zimiz has qattiqmi qatmadikmi, buni o'zimiz savol so'ramay yashayotganligimiz, shundan tortib o'zimiz o'ylab, o'zimizdan savol so'rab, biz qat'iy holatda mushu uyimizdan chet elga chiqqan barliq muvajohat qilganlarimiz Rasululloh va sahobalar chiqqandek o'zimizni Xitoy tajovuz komissiyasiga qarshi bir jang maydonida jinimiz, qalbimiz, aqlimiz, ilmimiz, siyosatimiz, harbiy kuchimiz, iqtidorimiz, iqtisodimiz, barliq avlodlarimizni tarbiyalashdan tortib hammasi Sharq Turkiston xalqininki zulmdan qutulishi, mustaqillikka erishishi, kelgusi Sharq Turkiston xos islomiy, Sharq Turkiston xos o'zininki erkinligi, o'zininki dini, milliy kimligi, o'zining mustaqil bayrog'i, o'zininki Qur'onga uygun bo'lgan davlat qonuni, jamiyati erkinligi, mushuning hammasi bizni kelgusi bo'lish uchun biz tirishchilik qiladigan bir yo'lda, haq maydonida uyimizdan chiqdik. Biz Xitoy bilan kech kunduz bir jangda deb bilishimiz, mushu jangimizni Alloh Badrda Muhammad Rasulullohga va Muhammad Rasulullohninki qo'shoniga haqni Alloh subhanahu va taolo ustun qilishidan yordam qilib, Allah subhanahu wa taala batılni, nahaqni mag'lub qilgandek, Allah subhanahu wa taala bizning Sharq Turkistonda Badrdek, Badrda bo'lgan jangga o'xshash Xitoy kommunist tajovuzlarini Allohning alohida iltifoti bilan bir mag'lub qiladigan, Sharq Turkiston musulmonlarining g'alaba qozonadigan bir amaliy jangninki yoki amaliy bo'lgan Allohning alohida yordam muzi xarakterli qudratining bo'lish orqali bizning Xitoy tajovuz komissiyasidan qutulishimizni Allah subhanahu va taolo bizga yordam qilsin. Biz hammamizni Allah subhanahu va taolo haq yo'lda turganligimizdan xursand bo'ladigan, haq yo'lda o'lsakmi yo qolib qolsakmi Alloh yo'lida shahid bo'lganligimiz yoki Allah subhanahu va taoloning rahmati va ne'mati bilan pattiga erishganligimizdan hammamiz xursand bo'lib, ma'yuslanmay, tushkunlashmay haq yo'lda mustahkam turishga hammamizni Allah subhanahu va taolo nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود.